Xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlarini eshitish, murojaatlarni qog'ozda emas, bevosita joyiga chiqqan holda o'rganish, aholi bilan ochiq muloqotning muhim mezonidir. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan olis va tog'li hududlarda tashkil qilinayotgan sayyor qabullar ham ayni shu maqsadlarga xizmat qilib kelmoqda. Asosiy maqsad murojaatlarni mas'ullar ishtirokida tahlil qilish va hal etilishi lozim bo'lgan masalalarni aniq belgilab olishdan iborat bo'lmoqda. Aholi murojaati bu oddiy xohish yoki talab emas, unda insonning kundalik hayoti, oilasi, mahallasi va ertangi kuniga daxldor masalalar mujassam. Shu bois Dehqonobod tumanining Olis Boshchorbog' mahallasida o'tkazilgan sayyor qabulda ham har bir murojaatni eshitishgina emas, balki uning asl sababini o'rganish va amaliy yechim topishga alohida e'tibor qaratildi. Muloqot davomida aholining murojaat va takliflari o'rganilib, ko'tarilayotgan masalalarning holati, mavjud muammolar va ularning yechimi yuzasidan fikrlar almashildi. Avvalambor prezidentimizdan minnatdor. Bizga xalqning tinglang, xalq bilan dardlashing degan so'xanlariga amal qilib, barcha soha rahbarlari kelib, xalqning muammosini yechish masalasida ko'rib, tibbiyot bo'ladimi, yo'l sohasi bo'ladimi, suv sohasi bo'ladi, barchasini bugun yechimini topish uchun kelganlar. Albatta Boshchorbog' xalqi minnatdor bundan. Sayyor qabul jarayonida Boshchorbog', Chashmameron, Chilgaz va Sarchashma qishloqlari aholisi uchun muhim bo'lgan ijtimoiy va maishiy masalalar, infratuzilma, yo'l, ko'prik, ichimlik suvi, elektr ta'minoti, davolanish, bandlik hamda boshqa sohalarga oid murojaatlar o'rganildi. Boshchorbog'liklarning istagi ham oddiy aslida: obod qishloq, yaxshi sharoit, munosib turmush va farzandlar uchun munosib kelajak. Prezidentimizga rahmat. Necha yil bizlar kutib o'tirgan, bajarilmagan ishlar mana shu yilga 35 yillik mustaqillik bayramiga sovg'a bo'lib qoldi bizlarga. Xalqimiz minnatdor. Hozir ko'prik qurilish mana boshlanib, ish boshlab turibdi. 400 kilometr asfalt qo'yilgan, uni ham bajarish arafasiga turibdi. Elektr tarmog'i ulanib, hamma xalqimiz shunday chiroyli, yaxshi kayfiyat bilan hozir turibdi. Murojaatni qabul qilish ishning bir qismi xolos. Eng asosiysi murojaatda ko'tarilgan masalani ijobiy hal etilishi. Shu nuqtai nazardan deputatlik nazorati muhim ahamiyat kasb etadi. Muloqotda aniqlangan masalalar yuzasidan mas'ul tashkilotlarga tegishli vazifalar belgilanib, ularni nazoratga olish zarurligi ham ta'kidlandi. Mana shu yerda hozir yondosh bo'lgan 6 ta mahalla fuqaro yig'inidan 200 dan ziyod fuqarolar kelib o'zlarini takliflarini, o'zlarini qiynayotgan masalalar bo'yicha shu yerda kelib murojaat qilishyapti. Murojaatlarda aksariyat qismi mana shu yerda tegishli mutasaddi tashkilot rahbarlari tomonidan o'rganilib, joyida hal qilinyapti. Muddat talab qiladigan murojaatlar buning ichidan chiqqanlarning hammasi nazoratga olinyapti. Tegishli tashkilotlarga mana shu murojaatlarni hal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Mana bu yerda qatnashayotgan juda ko'p fuqarolar bilan alohida suhbatlashganimizda ham mana bu qabuldan hammalari xursand. Murojaatni eshitishning o'zi kifoya emas, uning mazmun mohiyatini anglash, real holatni ko'z bilan ko'rish va muammoning asl sababini aniqlash muhim. Shu bois ayrim murojaatlar bo'yicha mas'ullar aholi bilan birgalikda hududlarni ko'zdan kechirib, mavjud muammolarni joyida o'rganishdi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning eng muhim jihatlaridan biri ularning odamlar hayotida bevosita sezilayotganligidadir. Dolzarb 40 kunlik tadbirlari doirasida Qashqadaryo viloyatining eng chekka Dehqonobod tumanida o'tkazilayotgan sayyor qabullar aholi bilan yuzma-yuz muloqot qilib, ularning kundalik hayoti, murojaatlari va mavjud muammolarni o'rgandik. O'rganishlar davomida mahalla yettiligining faoliyati ham atroflicha tahlil qilindi. Bugun mahalla aholi bilan davlat o'rtasidagi eng yaqin bevosita bug'un. Shu bois aholining murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish, ijtimoiy muammolarni xonadonboy o'rganish, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, bandligini ta'minlash, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashida mahalla yettiligining hamjihatlikda faoliyati juda muhimdir. Odamlarning murojaatlari tinglanayotganligi, muammolarni joyida o'rganilayotganligi va ularning yechimlari uchun mas'ullar biriktirilayotganligi aholining davlat siyosatiga bo'lgan ishonchini
yanada mustahkamlamoqda. Islohotlarning haqiqiy samarasi ham aynan shunda. Ularning natijasi poytaxt yoki viloyat markazlaridagina emas, eng olis mahallalarda yashayotgan insonlar hayotida ham aks etishidadir. Shu bois bundan buyon ham mahalla yettiligi va deputatlar hamkorligini yanada kuchaytirish, har bir murojaatga e'tibor bilan yondashish, aniqlangan muammolarni ortga surmasdan manzilli hal etish muhim. Chunki xalq bilan birga, xalq ichida ishlash islohotlarning joylardagi eng muhim mezonlaridan biridir. Qabul davomida jami 67 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 19 tasi joyida ijobiy hal etildi. 32 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berildi. O'rganish vaqt talab etadigan 14 ta murojaat bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Shu kuni deputatlar tomonidan hududdagi 3-sonli oilaviy poliklinikaning faoliyati ham o'rganilib, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot birlashmasi mutaxassislari ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Unda 210 nafar fuqaro profilaktik tekshiruvdan o'tdi. Kasalliklar aniqlangan 128 nafar fuqarolarga davolanish uchun tegishli tavsiya va yo'llanmalar berildi. Albatta, inson qadri, uning dardi va tashvishiga e'tibor har qanday islohotning eng muhim mezoni. Tog'lar bag'ridagi go'shalarda istiqomat qilayotgan bog'cha-bog'liklar ham o'zining ertangi kuniga ishonch bilan qaramoqda. Bu ishonch esa e'tibor va amaliy natijalar bilan yanada mustahkamlanadi.